Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşlərini qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımız olsun. Aldınqı bir yılda məcburi əmgək məhsullatları davamlıq Euro-Asiya əllərinə toşulğan. Xitayning Sharq Turkistondagi Uyg'urlar va boshqa turkiy xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, xususan majburiy emgakka selish jinoyati xalqaroda kuchlik ayblanayotganligiga qaramay, oldingi bir yilda majburiy emgak mahsulotlari Sharq Turkistondagi temir yo'l orqali Yevropa va O'rta Osiyo ellariga davomli to'shilgan. Xitoyning Sharq Turkistondagi tashviqot organi Tangritog' to'rining 9 yanvardagi xabarida 2024-yili Sharq Turkistondagi Alatov va Qo'rg'os chegara eg'izi orqali qatnagan Xitoy Yevropa O'rta Osiyo navbatchi poyezdining 16414 qitimga yetib, 2023-yildagidan 14% oshganligi xabar qilingan va katta utuq sifatida tashviq qilingan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, navbatda Alatov temir yo'l chegara eg'izi orqali qatnaydigan Xitoy Yevropa navbatchi poyezd liniyasi 123 ga, Qo'rg'os temir yo'l chegara eg'izi orqali qatnaydigan Xitoy Yevropa navbatchi poyezd liniyasi 85 ga yetgan. To'shilgan asosliq mahsulotlar bo'lsa, kundalik turlik mallar, mashina elektr uskunalari, elektronlik mahsulotlar, yezi egilik qo'shimcha mahsulotlari qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Xabarda aytilishicha, 2024-yili Alatov temir yo'l chegara eg'izi orqali qatnagan Xitoy Yevropa O'rta Osiyo navbatchi poyezdi 7684 qitim bo'lib, 2023-yildagidan 15.8% oshgan. Qo'rg'os temir yo'l chegara eg'izi orqali qatnagan Xitoy Yevropa O'rta Osiyo navbatchi poyezdi 8730 qitim bo'lib, 2023-yildagidan 12.5% oshgan. O'rta hisob bilan har 2 soatda bir navbatchi poyezd qatnagan. Xitoy yaqinqi yillardan beri xalqaroning besimi va bir qism davlatlarning jazo cheklamalariga qaramay, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik siyosatini izchil davomlashtirayotgan bo'lib, majburiy emgak mahsulotlarining davomli har qaysi davlatlarga, hatto Yevropa bozorlariga eqib kirayotganligi haqida dokladlar e'lon qilinmoqda. Xitoyning Shein, Temu qatorliq chet elga yuzlangan to'r savdo supalari va Sharq Turkistonda zo'r mablag' bilan kengaytirilayotgan temir yo'l, tosh yo'l va havo liniyalari majburiy emgak mahsulotlarining chet elga eqishiga vosita bo'lmoqda. Filippin hukumati nurg'un Xitoy fuqarosini qo'lga oldi. Filippin doiralari to'r aldamchilik markaziga tuyuqsiz hujum qilib, ko'plagan Xitoy fuqarosini o'z ichiga olgan 400 ga yaqin chet ellikni qo'lga olgan. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Filippin ko'chmanlar idorasi 8 yanvar Maniladagi gumonliq to'r aldamchilik maydoniga keng ko'lamli zarba berib, taxminan 400 chet ellikni qo'lga olganligini aytgan. Filippin soqchilari bir binoga besib kirib, chet eldagi ziyonkashlikka uchrag'uvchilarni nishon qilgan to'r aldamchiligi jinoyat shoykisini bayqagan. Yaqinqi yillardan buyon xalqaro jamiyat Osiyodagi mushuningga o'xshash aldamchiliklarga diqqat qilishga boshlagan bo'lib, bu yerdagi ishchilar ko'pincha ahvolda odam atkazchiligining ziyonkashligiga uchraydigan bo'lib, saxta shifrliq pul setish yoki boshqa aldamchilik bilan shug'ullanishga majburlangan. Filippin ko'chmanlar idorasining bir amaldori eng yangi tozalash harakatini oshkorlab, ularning faoliyati ko'chmanlar qonuniga xilof bo'lib, ommaga zo'r xatar yetkazdi degan. Hukumat amaldorlarining aytishicha, bu xil saxta tijorat o'rinlari tashkillik jinoyat shoykalarining odam atkazchiligi, pul yuyish, to'r aldamchiligi, tutqun qilish, hatto qotillik qilish bilan shug'ullanadigan oldingi sifatida ishlatilgan. Filippin prezidenti Ferdinand Marcos o'tgan yili 7-oyda Filippin to'r o'yini tijoratchilarini 2024-yilning oxirida cheklaydiganligini e'lon qilgan edi. Xitoy igdorchiligidagi oltin koni talash tortish qo'zg'adi. Zimbabwe hukumati amaldorlari 2021-yildan boshlab davlatning sharqida oltin koni tijorati qilayotgan Xitoy kon shirkatini tekshirishga boshlagan bo'lib, aholilar bu konning muhitga va sog'lomlikqa ko'rsatadigan ta'siridan andisha qilmoqda ekan. Amerika ovozining 8 yanvar xabar qilishicha, Zimbabweda konchilik bilan shug'ullanayotgan Xitoy Afrika Xujin pay kontrol shirkati muhitga ig'ir ziyon yetkazish va jamiyatga ziyon yetkazish jinoyati bilan ayblangan. Bu shirkatning oltin izlash mashg'uloti Manikaland o'lkasining Mutasa rayonida davom qilgan.
kent aholilari va mahalliy guruhlari kandagi portlatishga noroziligini bildirgan bo'lib, yaqin atrofdagi aholilarning aytishicha, kan sababli rayonning ekologiyasi tog' gavdalari buzg'unchilikqa uchragan, yovvoyi hayvonlar ko'chishga majbur bo'lgan. Kent aholisi portlashdan kelib chiqqan tavrinishning rayondagi uylarning qurilmasiga ziyon yetkazganligini aytgan. Aholilar yana Xitoy shirkatining kan qidirishidan kelib chiqqan chang to'zonning muhitni va suv manbasini bulg'ishidan shikoyat qilgan. Bulardan sirt Xitoy Afrika Xuyjin pay kontrol shirkati kanning muhit ta'sirini baholash hujjatiga aholilarning saxta imzosini ishiltish qilmishi Xitoy shirkatining bu rayondagi kan tijoratining qonunli ekanligiga gumon paydo qilgan. Xitoy shirkatiga qarshi sunilgan arizlar hukumatning 2024-yili 2 qatim oltin koni tijoratini to'xtatishiga sabab bo'lgan. Ammo yaqinqi 2 oy ichida kan echish yana asliga keltirilgan. Manikaland o'lkalik birlashma qo'mondonlik xizmat guruhi Xuyjin shirkatining O'rta Afrikadagi oltin qazish mashg'ulotini 2 qatim vaqtincha to'xtatishga buyurgan. Aloqador mas'ullarning aytishicha, kanni majburiy taqashdagi maqsad kan shirkatining hukumatning barliq talablariga moslashishiga kafolatlik qilish ekan. Bultur oktyabr oyida mazkur shirkatning tijorati 2 hafta to'xtatilgan bo'lib, Xuyjin shirkati ahvolni yaxshilashga va'da bergandan keyin tijoratini asliga keltirishga ruxsat qilingan. Xizmat guruhi yana noyabr oyining o'rtalarida kanni 2 qatim taqashga buyurgan. Yillardan buyon Xitoy turli vositalar bilan Afrikadagi ko'plagan tabiiy boylik manbalarining ig'dorchilik huquqiga erishib olgan bo'lib, yerlik xalqning manfaatini ziyonga uchratishi va ekologiyalik muhitga ig'ir ziyon yetkazishi kuchli norozilik qo'zg'ab kelmoqda. Ukraina uchquchisiz havo apparatlari bilan Rossiyaga hujum qildi. Ukraina oradan 2 yil o'tgandan keyin Rossiyaning Ingliz shahriga qayta hujum qildi. Turkiya ovoz radiosining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Ukraina 2 yildan keyin Rossiyaning Ingliz shahriga uchquchisiz havo apparati bilan hujum qilib, shahardagi havo armiya bazasini yiqilg'u bilan ta'minlaydigan iskilotlarni talafotga uchratgan. Bundan boshqa uchquchisiz havo apparatlarining Saratovdagi bir sanoat rayoniga ig'ir ziyon yetkazganligi bildirilgan. Bunun bilan birga Ukraina armiyasi yana Kurskda yangi hujumlarni qo'zg'ab, shaharda qisman chekingan joylarini qayta qo'lga kirgizishga urinmoqda ekan. Rossiya Mudofaa ministrligi Ukraina oldingi sepidagi nurg'un nuqtalarga hujum qilganligini, Ukrainaga oid istehkomlarni vayron qilganligini va nurg'un uchquchisiz havo apparatlarini etib tushirganligini jakarlagan. Bundan boshqa Rossiyaning Polshaning Sankt-Peterburgdagi konsulxonasini ta'qib etishining ikki davlat orasidagi jiddiychilikni texmo kuchaytirib etish ehtimolligi borligi ilgari surilmoqda. Trudeau Kanadaning Amerikaga qo'shilishining qilchilik ehtimolligi yo'q dedi. Kanada bosh ministri Trudeau ijtimoiy taratquv supsi X-dagi hisobida uchur ham baharlab, Amerikaning vazifa o'tkazib olish oldidagi prezidenti Donald Trumpning Kanadaning Amerikaga qo'shilishi haqidagi bayonotlariga javob qaytardi. Trudeau Kanadaning Amerikaga qo'shilishining kichikkina ehtimolligimi yo'q ekanligini bildirib, ikki davlatning eng chong savdo va bexatarlik hamkorliklari sifatida yillardan buyon bir-biriga foyda yetkazib kelganligini ta'kidladi. U 6 yanvar Ottavada o'tkazgan axborot yig'inida hokimiyat beshidagi liberal partiya yangi rahbarni saylagandan keyin partiya rahbarligi va bosh ministerlik vazifasidan iste'fo beradiganligini jakarlagan edi. Trump ko'p qatim Kanadaning Amerikaga 51-chi shtat sifatida qo'shilishi kerakligini tashabbus qilgan edi va kanadaliklarning bu Amerikaning bir qismi bo'lishni xohlaydiganligini ilgari surib, Trudeauga ko'p qatim vali iborasini ishlatgan edi. Trump tunugun Floridada muxbirlarning savoliga javob berganda, Amerikaning Kanadaga hech qanday tariqada muhtoj bo'lib boqmaganligini, dal aksicha Kanadaning o'zlariga muhtoj ekanligini ilgari surib, Kanada Amerikaning bir shtati bo'lishi kerak degan edi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.